Xatirchi tumani viloyatimizning qishloq xo'jaligiga tislashgan hududlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa tumanda uzumchilik tarmog'i yaxshi rivojlangan bo'lib, ko'p yillardan beri ayni yo'nalish Uchqora, Tasmachi, Oltinsoy, Mirdosh kabi hududlardan asosiy daromad manbai bo'lib kelmoqda. Ob-havosi tanga davo, suvi gavhar, mo'l hosildor yerlari oltinga teng bu tabarruk zamin haqida ko'p va xo'p so'zlarni aytish mumkin. Bir tomoni polistor, ikkinchi yog'i sabzavot ekinlari barq urib o'sayotgan keng dalalarni aylansangiz, bahri dilingiz ochiladi. Bu galgi ko'rsatuvimizda esa hududdagi Galabek hamda Dehqonobod mahallalarida tomorqachilikni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida to'xtalamiz. Gulzorga burkangan dala-yu hovlilar atrofidagi go'zal manzaradan dilingiz quvnaydi. Ayniqsa, erta tongda musaffo havo og'ushida bu yerni aylansangiz, ko'nglingiz yayraydi. Ona zaminga, uning jannat monand har bir qarichiga mehringiz oshadi. Mahallalardagi mirishkor dehqonlar tomonidan issiqxonachilik bo'yicha o'ziga xos tajriba maktabi yaratilgan. Issiqxonalarning aksariyatida qishning oxiri va erta bahorda bodring, pomidor, qulupnay ko'chatlari yetishtirilib sotiladi. Ko'chatlardan bo'shagan maydonlarga mahsulot yetishtirish uchun yana ko'chatlar ekilib, parvarishlanadi. 2 oy ichida ana shu ekilgan ko'chatlardan hosil olinadi. Shu tariqa mirishkorlar yilning 4 faslida bozorni sifatli va servitamin pomidor, bodring, ziravor ko'katlar bilan to'ldirib keladi. Bizning davlatimizning rahbari tomonidan biz yoshlarga ajratilayotgan mana shunday islohotlar natijasida biz davlat tomonidan kredit asosida issiqxona barpo qilganmiz. Issiqxonamiz 5 sotikdan iborat. Umumiy ekiladigan dehqonchilik qilinadigan maydon esa 4 sotikdan iborat. Biz bu yerga Yaponiyaning Sakata firmasiga tegishli Betis navli pomidor urug'larini ekkanmiz. Mana shu pomidor navli urug'larini ajoyib xususiyati bor ekan. Tez qizaruvchan, bozorgir va bozori chaqqon va bundan tashqari bozorda sotishda qiynalmaydi aholi, sababi qattiq pomidor ezilib ham ketmaydi, bo'shashib qolmaydi. Mana shu tomonlama xususiyatlari juda zo'r bo'lganligi uchun biz qiynalmay bozorda o'z mahsulotlarimizni sotyapmiz. Mana shu pomidor navidan tashqari biz aynan shu Yaponiyaning Sakata firmasiga tegishli dala pomidorlari, Suzana pomidorlari, bundan tashqari esa Rebel navli bodring urug'larini ham hozir ko'chatga qo'yganmiz. Biz mana shunday davlatimiz tomonidan hokim yordamchisining qo'llab-quvvatlashi uchun bo'lganligi sababli bizga mana shunday parniklarni barpo qilishga hissalarni qo'shgan, issiqxonalarni qurishda o'zini maslahatlarini bergan va mana shu parnigimiz, issiqxonamiz asosida biz hozirgi kunda 1000 tup pomidor urug'larini ekkanmiz. Hozirgi vaqtda 8-terimdamiz. Moddiy imkoniyatlarimiz yaxshilash uchun ajoyib imkoniyatlar yaratildi. Hozir eng kam miqdorda 20 ming miqdorda mahsulotlarimizni sotib kelyapmiz. Shu paytgacha 12 million miqdorda xarajat qilgan edik. Biz daromadga kirdik desak ham bo'ladi. 1,5 tonna miqdorida pomidorni, mevalarni sotdik va bugungi kunda mana shu pomidordan keyin endi navbat bodring urug'larini ekishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bizni issiqxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, atapliniya asosida, ya'ni issiqlik sistemasi asosida qurilgan, koreyskiy texnologiya asosida qurilgan. Bu yerda ko'mirga mo'ljallangan issiqlik sistemasi, radiatorlar bilan qo'yilgan va bundan tashqari o'ziga yarasha sun'iy sug'orish, tomchilar sug'orishga mo'ljallangan imkoniyatlar ham yaratilgan. Va bundan tashqari biz dalaga ekadigan, boya ham bir to'xtalib o'tdim, Suzana navli pomidorimizga 40 sotik miqdorida auksion asosida yoshlarga ajratilgan yerimizda ham mana shu pomidorlarni ekkamiz. Hozir u ham gulga kirib qolgan. Nasib bo'lsa 1-1,5 oylar chamasida ularni ham bozorga olib chiqib sotamiz mahsulotlarimizni. Mana shu pomidorimizda hozirgi vaqtda mana shu yarslarini uzish holati kuzatilgan. Bu yerda bularni uzib bozorga olib chiqqanmiz. Mana bu yerdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va mana 8-navga ham kelib qolganmiz. Mana shu 7ta va 8-yarslarni ham bemalol bu pomidor katta qilib bera oladi. Mevasini bozorda biz bemalol sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
Zamonaviy suv tejovchi texnologiyalardan samarali foydalanish, tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar bu tarmoqning rivojlanishiga asos bo'lmoqda. Bobo dehqonlar tili bilan aytganda, issiqxonada bodring yetishtirishni yilning istalgan faslida amalga oshirish mumkin. Faqatgina buning uchun insondan yetarlicha mehnat talab etiladi. Bizning mahallamiz Galbek mahallasi bugungi kunda dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanadi. Bugungi kunga hokim o'rmonchi bo'lganimdan beri 39 ta yosh fuqarolarga, ya'ni issiq fuqarolarga imtiyozli mablag'lar ajratib, kredit ajratirdik. Bundan asosan dehqonchilik, chorvachilikka, keyin limonchilik, keyin issiqxonaga ajratdik. Mana bu ustoz shogird degandek bor, dehqonchilik shug'ullanuvchilar bu o'shalarni shu yoshlarga biriktirib qo'yganmizda. Shu asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bir qarshi yer bo'lsa ham shuni unumli foydalanadi. Bugun dehqon, tadbirkor uchun ularning samarali ish olib borishlari uchun zarur barcha sharoitlar yaratib berilgan. Harakat, mehnat qilgan odam mehnatiga yarasha daromad topib, turmushini chiroyli qilmoqda. El dasturxoni to'kin, bozorlar arzon bo'lishiga hissa qo'shmoqda. Dehqonobod mahallasida bugun malina yetishtirish bo'yicha yaxshi tajriba yo'lga qo'yildi. Quvonarlisi, lider tadbirkor Gulobod Tursunova bugun o'zi singari yana 50 nafar xotin-qizlar xonadonini shu ishga jalb etdi. Malinalarimizni birinchi ko'nikma hosil qildik. Ko'nikma uchun ekib ko'rdik. Bundan tashqari hosil birinchi yil kamroq hosil berdi. Bu yaxshi, boshqa daraxtlarga qaraganda yaxshi hosil beradi. Birinchi yil bo'lgani uchun kamroq hosil berdi. Ikkinchi yildan boshlab 7 sotixda birinchi yili hisoblamadik, o'zimiz iste'mol qildik. Ikkinchi yildan boshlab mana shu 7 sotixda 10 millionga daromad qildik. Daromadimiz yaxshi. Bundan tashqari 3 ta odamni ishchi o'rin yaratdik. Buni o'rganib ko'paytirib, xudo xolasa shu yil 500 kilo, 600 kilo hosil olmoqchimiz. Biz may oyidan boshlanadi pishishi, sentyabr, avgust oylariga, iyul oxirlariga borib bir to'xtaydi. Issiq bo'lgani uchun bizning iqlimimizga sal issiqlik qiladi bu. Issiqda qilmaslik uchun ustini to'rt tortamiz. Shu mahalla tomonidan tashabbuslar bo'ldi. Birinchi Samarqanddan o'rganib keldim. Samarqand viloyati Jonboy tomonidan o'rganib keldim. Undan keyin Farg'onaga bordim. Farg'onaning Quvasoylarida juda ham malinachilik bilan shug'ullanadi. Bu yerda o'rganib keldim. Keyin Qirg'izistonga o'tdim. Qirg'iziston malinalarini ko'rdim. Ularni kuzatib, o'rganib kelib, u yoqda yangi sortlarni olib keldik. Mahalliy sortlar bo'lgani uchun o'zimiz iqlimga ko'nikuvchan 1-2 yil ichida 2 gektarga yetkazib kengaytirmoqchimiz. O'sha 50 ta xotin-qizlarimiz, deganlarimiz, oilalarimiz 100 taga yetkazib, o'zlarining ekkan malinalarini o'zimga olib qayta ishlab, shu bilan ularni ham oilasini qilib daromadini oshirmoqchiman. Shuningdek, mahallalarda yo'nalishni yanada rivojlantirish maqsadida imtiyozli kredit asosida xonadonlarga zamonaviy texnologiyalarga asoslangan issiqxonalar qurib berilmoqda. Mahalla hokim yordamchisi, mahalla agenti mikro loyihalarni xonadonma-xonadon o'rganib chiqib, loyihalar ishga tushishida ko'makchi bo'lmoqda. Loyihalarni taklif qilib, ularni kreditlar bilan dehqonchilik issiqxona yo'nalishida ixtisoslashgan mahallaga tushganligimiz uchun bizga asosan issiqxona yo'nalishida kreditlar ajratildi. 3,250 million so'm kredit ajratildi bizga. Ularni tarqatib bo'ldik. Undan tashqari yana limitlarimiz kelyapti. O'zimizda bank mahsulotlarimizni ham aytib, chorvachilik yo'nalishida, asalarichilik yo'nalishida limitlar ajratilib, pul kreditni naqd pul shaklida berilyapti. Hammasi bu aholiga endi qulaylik yaratilyapti. Qiziqishi yaxshi aholini. O'zini o'zi band qilib, qo'yinchi tadbirkorlikka xohlayapti ular. Imkoniyatlar bor, barcha sharoitlar kambag'allikdan chiqyapti-da ular. Farovonlik sari intilib yashayapti. Bizning mahallada 3271 nafar aholi istiqomat qiladi. 565 ta xonadon bo'lib, shundan 2025-yilda 4 milliardga yaqin bizga bank tomonidan imtiyozli limit ajratildi. Bulardan 3 milliard 250 millionni 80 ta xonadonimizga issiqxona tashkil qilindi. Shundan 80 ta xonadondan mikro loyihalar tashkil qilindi.
hamda qolganiga chorvachilik yo'nalishida, malinachilik, bog'dorchilik yo'nalishida imtiyozli kreditlar berildi. Tadbirkorlarimiz imtiyozli kreditlar asosida o'zini o'zi band qilib, yangi ish o'rinlarini yaratib, nafaqat aholi bozorlariga shu pomidor, bodring mahsulotlarini yetishtirib, o'z daromadiga ega bo'lishyapti. Qolaversa, yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Xatirchilik mutaxassislarining aynan issiqxonani rivojlantirish borasidagi Surxondaryo viloyatidagi tajriba almashish jarayonlarining tashkil etilganligi hududda kelgusida bu yo'nalishning yanada rivojlanishi uchun muhim bir qadamdir. Ayni vaqtda bobo dehqonlar va mehnatkash xalqimiz tomonidan unumli foydalangan holda almashlab ekish yo'lga qo'yilib, yiliga 3-4 marta hosil olishmoqda. Bu esa oilalar dasturxoni to'kinligini ta'minlashga xizmat qilayotir. Mana shu Xatirchi tumani Dehqonobod mahallasida yashayman. Mana shu kecha kunduzda mahallamizda dehqonchilik madaniyatini rivojlantirish uchun mahallamizdan mana kredit olib 33 million, mana 1,5 sotik issiqxona qilganman. Qolgan yer maydonlarimda qulupnay, har xil ekinlar, malinalar bor. Davlat tomonidan berilgan kreditni o'z joyida foydalanib, mana chorvachilikni ham rivojlantirganmiz. Mana shu bugunda mana pomidorlarimiz hosilga kirgan. Nasib bo'lsa buni ham bozorlarga chiqarish niyatimiz bor. Dasturxon to'kin. Mana o'g'limizni o'qityapmiz. Oliy ma'lumotli. Shunaqa mehnatkash insonman, ayolim ham mana shu parnikda ishlaydi, o'zi yerda. Uy ro'zg'ori ishlardan ortib, mana shu issiqxonamiz barpo etilgan. 3 oyda 90 kunda tayyor bo'ladi dedi. Nasib bo'lsa endi 1-yil hosilimiz mana Xudoga shukr yaxshi. Ekologik toza, mana har zamonda bir o'zini anavlarini beramiz, oziqasini. Kelajakda maqsadimiz mana chiroyli imoratlar boshlagan bitirib, yaxshi niyat bilan yana bir daromadlarimizni yaxshilab issiqxonani ko'paytirmoqchimiz. Qulupnaychilikda mana o'tgan yili boshlaganmiz. Qulupnayda ham bozorga chiqarib, ozmi ko'pda daromad qilib, qo'shimcha daromad bu ham. Mana kartoshkamiz bor. Ishlagan odam hech qachon kam bo'lmaydi-da. Bozordan hech narsani olmaymiz. Xudoga shukr, hamma narsamiz bor o'zimizda. Tomorqa daromad manbai, bandlikni ta'minlashning samarali yo'lidir. Uning dasturxonlarimiz fayzi to'kinligi, aholi turmush farovonligi, yurt obodligini ta'minlashdagi o'rni beqiyos. Unda astoydil mehnat qilib, unumli foydalanayotgan oilalarning ro'zg'ori to'kin, xonadoni obod bo'layotgani bor gap. Hududlarning dehqonchilikda o'z yo'nalishlari paydo bo'lmoqda. Qaysidir mahallada bog'dorchilik rivojlanayotgan bo'lsa, boshqa birida sabzavot yoki poliz mahsulotlar yetishtirilib, el dasturxoni to'kinligiga hissa qo'shilmoqda. Galabek mahallasida yashovchi Hasan Ibragimov xonadonida sabzi nafaqat ochiq maydonda, balki issiqxonada ham yetishtirilib, bozorlarga ekologik toza mahsulot yetkazilmoqda. Quvonarlisi, mehnatkash dehqon izlanishdan charchamaydi. Bizda tomorqam bor. Shu tomorqaga dehqonchilik qilib ro'zg'or o'tkazamiz. Hozirgi kunda sabzi ekkanmiz. Shu Yaponiyaning Shakata firmasi saralangan o'rog'idan ekkanmiz. Issiqxonamizga dekabrda ekkanmiz. Qolganlari keyingi etap ekilgan. Hozir issiqxonadagi tayyor bo'lgan sotyapmiz. Xalqqa yetkazib beryapmiz. Sabzilar 120 kunda tayyor bo'lar ekan. Hozir 120 kundan o'tdi. Daromadi yaxshi, hosildorligi ham yaxshi, sovuqqa chidamliligi, keyin kasalga ko'p chalinmaydi. O'zimizning mahalliy sabzilarda o'zaklab ketadi. Bunda o'zaklash kamroq bo'ladi, yo'q hisob deyarli. Endi shu to'dan 5 kilogacha olinadi. Sandan ziyodroq Xudo bergan kilogramda olamizda. Qo'shimcha daromad ro'zg'orga. Pomidor ekkanman, bodring ekkanman. Hozircha shular: pomidor, bodring, sabzi, kartoshka. Oilaviy mehnat qilamiz. Mehnat qilsa rohatini ko'radi. Shu mehnat qilgan kishi kam bo'lmaydi-da. Har doim samarasini ko'radi-da. Erta foydasini ham o'zi ko'radi. Mashina olganmiz, to'ylar qilamiz, Xudo xolasa. Shu yaxshi niyatlar ko'p.
hali bu imoratlarni o'zgartirishlar niyatlari bor. Umuman, mahallada tomorqachilikni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarga havas qilsa arziydi. Mahallaning o'sish nuqtasi deb belgilangan mazkur sohada ish yuritayotgan oilalar soni esa tobora ortib bormoqda. Bu o'z navbatida aholining eng avvalo ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolar bandligini ta'minlash, daromadlarini oshirish, turmush farovonligini yuksaltirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bugun Xatirchida qaysi xonadonga kirmang tomorqadan uzilgan sara qulupnaylaru bol kabi tovlangan gilos hosilini ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Onaxonu bobo dehqonlar mehnatiga tasanno aytasiz. Tomorqamiz 15 sotikdan iborat bo'lib, bunda har xil mevalar, sabzavot ekinlari ekamiz. Mana hozir birinchi sabzavot ekinlaridan mana qulupnikamiz pishib, mana bozorlarga olib chiqyapmiz. 15 mingdan kilosini sotyapmiz. Giloslarimizni 30 mingdan sotyapmiz. Mana shu qishlog'imizning har bir xonadoniga kirsangiz, mana shu hamma sabzavotlar, mevalar g'arq pishgan paytda hozir. Tomorqamizda 80 ga yaqin mevali daraxtlar turlari bor. Kechki, ertak hammasi mavjud. Mana erta pishar, mana shu qulupnikalarimiz, mana erta pishar giloslarimiz. Gilosning o'zidan 3 xil navi bor. Mana bu erta pishari, sarg'i, ochi, o'rta pisharlari mavjud. Ertak sabzilarimiz, chesnoklarimiz hammasi hozir hosilga tayyor bo'lib turibdi. Kavlab olamiz kartoshkalarni. Yiliga biz mana shu tomorqamizdan 3 marta daromad qilamiz. 3 marta ekin olamiz. Ertak sabzilarimiz oshga tayyor. Kartoshkalarimizni olib ishlatyapmiz, sabzilarni olib ishlatyapmiz. Buni ekkandan keyin ikkinchi ekin, keyin uchinchi ekin ekamiz, kechki shalg'om, lablaglar ekamiz. Mana hozir kunda nafaqada mana ovsinim maktabga borib keladi, bekor payti mana shu tomorqa. Biz ham mana shu bilan rohatlanamiz. Tomorqaga kirsangiz, mazza mana kelgan mehmonlarimiz ham bir bag'ridil ochilib, tomorqa madaniyatini ko'rib xursand bo'lib ketishadi. Mana shu kambag'allikdan chiqish uchun har bir yosh oilalarga ham o'rgatamiz. Mehnat qilsang, mehnatning ta'ki rohat. Erta nasib bo'lsa, uylar olamiz, mashinalar olamiz. Tomorqamizdan olayotgan hosilimizdan hammamiz foydalanamiz. O'zim maktabda boshlang'ich o'qituvchi bo'lib ishlayman. Maktabdan kelganimdan darrov tomorqaga kirib, o'tlarini yulaman. Ekin ekish to'g'ri kelsa ekamiz, chopamiz, tuproqlar beramiz. Fasldorlari yaxshi bo'lganik bolalarimizga, o'zimizga foydasi bor. Ortsa sotamiz. Shu ro'zg'orimiz uchunda hammasi. Shu buni qo'shnilarga beramiz. Qulupnika gilos yeganikilar shaharlardan. Mana shu biz albatta tandirga ko'k somsa yopamiz, singiljon. Keyin dasturxonga biz bozordan qimmatga nima sotib olmaymiz. Donagimiz ham bor, pistamiz ham bor, turshagimiz ham bor. Qatiq chakki deysizmi? Birdan chaloplarni qilamiz, singiljon. Tabiiy, hamma narsa tabiiy biz uchun. Mehnatning ta'ki rohat deydi. Mana biz mana shu 60 yoshga kirgan bo'lsam, men ham o'qituvchi bo'lib ishladim. Xalq ta'limida ishlaganmiz masalan. Ha, albatta, mana bularning hosilini ko'rib o'zingiz xursand bo'lasiz. Albatta, yurtimizda aholining tomorqadan samarali foydalanishi, xalqimizning an'anaviy turmush tarziga aylanib ketgan tomorqachilikni qo'llab-quvvatlash uchun davlatimiz tomonidan barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan ekan, xalqimiz tabarruk zamin ne'matlarini yetishtirishda yanada faol bo'ladi.